Barchaga assalomu alaykum. Grafik dizayn kursi o'quvchilari. Bugungi darsimizda siz bilan eng oddiy, eng oson SMM post dizaynni qilishni o'rganamiz. O'zi SMM post nima degan bo'lsak, SMM post bu biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'radigan poster dizaynlar hisoblanadi. Misol uchun ko'rib o'tsak, Instagramga kiramiz. Oldimizda SMM poster. Ushbu dizayn SMM post hisoblanadi. Mahsulotingizni chiroyli ko'rinishda mijozlarga taqdim qilish. Siz SMM postni nima uchun qo'llaysiz? SMM post mahsulotingizni yanada chiroyli, jozibali, mijozga tushunarli qilish uchun ishlatiladi. Agar siz buni oddiy yozuvlar orqali taqdim qiladigan bo'lsangiz, men sizga o'zimning profilimdagi SMM postlarni ko'rsatib o'tsam. Mana bu SMM postga misol bo'ladi. Biz hozir ushbu dizaynga o'xshash SMM postini yasab ko'ramiz. Qani unda boshladik. Birinchi navbatda SMM post uchun biz yangi fayl ochamiz. Bu fayl SMM postlarning dizaynining razmeri 1080 hisoblanadi. Qanaqa dizayn yasamoqchi ekanligimizni men avvalda rasmini saqlab qo'ygan edim. Hozir ushbu rasmda ko'ringaniga o'xshash rasm dizayn biz ham tayyorlab olamiz. Ushbu rasmni ko'rsak, pizzani reklama qilish uchun poster dizayn yasatilgan. Ushbu ko'rinishdagi dizaynni hozir sizlar bilan birgalikda yasashni o'rganamiz. Birinchi navbatda orqa fonimiz rangini olish uchun biz pipetkadan foydalanamiz. Rectangle tool orqali to'rtburchakni chizib olamiz. Xo'p. E'tibor qilgan bo'lsangiz, buning usti qog'oz, g'ijimlangan qog'oz ko'rinishida. Biz ham ushbu ko'rinishdagi dizaynni qilish uchun PNG rasmdan foydalanamiz. Bu PNG rasmlar men avvaldan saqlab qo'yganlarimda bor. Shu PNG rasmlar, ushbu PNG rasmni dizaynga ko'chirib olamiz. Uning rangi juda ham to'q. Sabab biz opacity-ni sal pasaytiramiz. Bu orqa fondagi dizaynga qo'shish uchun. Opacity bu dizaynimizning ko'rinishini salgina rangini o'chirdik va shu ko'rinishga keldi. Xo'sh, bu yerda endi pizza joylashimiz kerak. Men pizzaning ham PNG formatdagini yuklab olganman. Hozir shuni ochaman. Bunaqa PNG rasmlarni biz qayerdan olamiz deyotgan bo'lsangiz, hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Pizzamizning razmeri juda ham katta bo'lganligi uchun uni kichraytirib olamiz. Taxminan shunaqa ko'rinishda. Yetadi ekan. E'tibor qilgan bo'lsangiz, pizzamizning rangi juda ham oq va dizaynimizga uncha tushmayapti. Shuning uchun Ctrl U
Klavishlar yordamida biz ozroq dizaynga moslaymiz. Mana endi yaxshiroq. Bu yerda it's pizza time. Hozir pizza yeyish vaqti. Ham shu ko'rinishda yozib olamiz. It's pizza time. Burada yozilgan shekilli. Va buni kattaroq qilamiz. Rangini o'zgartiramiz. Tanlash uchun bu belgi orqali tanlab olishimiz kerak. Shunda rangi o'zgaradi. Rangini oq qilamiz. Juda ham oq bo'lmasligi kerak. Bu ko'zga uncha yoqmaydi. Shuning uchun uning rangini bu yerdan pipetga orqali belgilab o'zgartirib oldim. Hop, tanladik. Endi buni yozuvni o'zgartiramiz. Yozuvni, fontni o'zgartirish uchun ushbu bo'limdan foydalanamiz. Bizga boshqacharoq. Shu yozuv ham chiroyli, mayli boshqalarni ham ko'raylikchi. Bangers. Bu yozuqali. Menimcha bu ham yaxshi, ozroq bold ko'rinishida. Razmerini kichraytirgan holatda orasidagi masofani ham sal kichraytirib ozgina eniga tortamiz. It's pizza time. Salgina biz ham kichraytiramiz. Orasidagi masofani ochamiz. Menimcha bu yozuvni o'zgartirganimiz yaxshi, unchalik ham to'g'ri kelmadi. Keling, yaxshisi shu yuqoridagi yozuvdan, Bangers yozuvidan, fondidan foydalanamiz. Keling, yaxshisi ushbu Bangers yozuvidan, ya'ni fondidan foydalanamiz. Oq rangda qilamiz, chunki dizaynga yarashish kerak. Xarid qiling yozuvni qo'shamiz. Order no rangini ushbu rangga o'tkazamiz. Order no bizga masofa kichraytiramiz.
Bu yerda istaganimizcha dizayn qilishimiz mumkin. Biz telefon raqamini boshqa joyda yozamiz. Keling. Biz ham to'rtburchak qilamizmi yoki telefon raqamini orqasidagi yozuvi qanaqa qilingan desangiz, bu inglizcha shuni yozaylik. Nazali. Salgina ochroq qilamiz ushbu rangga. Salgina oq. Yo'q, salgina. Buni kattaroq qilib aylantiramiz. Va bu layers bo'limidan eng oxiriga o'tkazamiz. Buni salgina kattaroq qilishimiz kerak. Rangini ham ozroq o'chirishimiz kerak. Shunda bu yanada tabiiyroq ko'rinadi. Dan kopiya qilib olamiz. Masali ustiga bosamiz va alt yordamida kopiya qilib oldik. Endi uni sal pastga tortsak ham bo'ladi. Ko'pincha qo'ysak yetarli. Bu yerda siz o'zingiz xohlagan logoyingizni, brendingiz logosini, bu yerda telefon nomerini, xullas shu kabi dizaynlarni yaratishingiz mumkin. Bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.